Salom do'stlar. Bugun biz ko'pchilikning talab va istaklariga binoan yangi video chiqardik. Videomiz bir darajadagi mavzular hamda ular yuzasidan mavzulashtirilgan lug'atlar bo'yicha bo'ladi. Bo'lmasa, qani ketdik. Birinchi mavzumiz Familien und Beziehungen, ya'ni oila va aloqalar, ya'ni munosabatlar mavzusi. Ikkinchi mavzumiz esa Freundschaft, ya'ni do'stlik mavzusi. Uchinchi mavzumiz esa Wohnen und Nachbarschaft, ya'ni turar joy va qo'shnichilik mavzusi. To'rtinchi mavzumiz esa Arbeit und Beruf, ish va kasb mavzusi. Beshinchi mavzumiz esa Schule und Ausbildung, ya'ni maktab va ta'lim mavzusi. Oltinchi mavzumiz esa Studium und Universität, oliy ta'lim va universitet mavzusi. Yettinchi mavzumiz esa Freizeit und Hobbys, ya'ni bo'sh vaqt va sevimli mashg'ulot mavzusi. Sakkizinchi mavzumiz Sport und Gesundheit, sport va sog'lik mavzusi. To'qqizinchi mavzumiz esa Ernährung und Lebensmittel, ya'ni ovqatlanish va oziq-ovqat mavzusi. 10-chi mavzumiz esa ajoyib mavzu Reisen und Urlaub, ya'ni sayohat va ta'til mavzusi. 11-chi mavzumiz Verkehr und öffentliche Verkehrsmittel, transport va jamoat transporti mavzusi. 12-chi mavzumiz Umweltschutz, atrof muhit himoyasi. 13-chi mavzu esa Klimawandel, ya'ni iqlim o'zgarishi mavzusi. 14-chi mavzumiz texnologiya, ya'ni texnologiya. Bu mavzu bugungi kunda juda ham muhim mavzu. 15-chi mavzumiz esa Geld und Finanzen, ya'ni pul va mablag'lar mavzusi. 16-chi mavzumiz Feste und Traditionen, bayramlar va an'analar mavzusi. 17-chi mavzumiz Kleidung und Mode, ya'ni kiyim-kechak va moda mavzusi. 18-chi mavzumiz Kultur und Kunst, madaniyat va san'at mavzusi. 19-chi mavzumiz esa Musik und Film, musiqa va film. 20-chi mavzumiz esa Leben in der Stadt oder auf dem Land, ya'ni shaharda yoki qishloqda yashash mavzusi. 21-chi mavzu Wohnen im Ausland, ya'ni chet elga yashash mavzusi. 22-chi mavzu esa Sprache und Fremdsprache lernen, til yoki chet tilini o'rganish. 23-chi mavzumiz esa Kommunikation und Konflikte, ya'ni aloqa va nizolar mavzusi. 24-chi mavzumiz Zukunftspläne und persönliche Ziele, ya'ni kelajakdagi rejalar va shaxsiy maqsadlar mavzusi. Va 25-chi mavzumiz Arbeitslosigkeit, ya'ni ishsizlik mavzusi. 26-chi mavzumiz esa Ausflug machen, ya'ni sayohat qilish mavzusi. 27-chi mavzumiz esa Zum Arzt gehen, ya'ni shifokor huzuriga tashrif buyurish, ya'ni borish mavzusi. Do'stlar, mana sizlar bilan bugun 27 ta eng muhim bir darajadagi mavzular va ular yuzasidan mavzulashtirilgan lug'atlarni ko'rib chiqdik.
Agarda videom sizga yoqqan bo'lsa, bitta like kutib qolaman.